Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Qarang, men mana bu bitta qadimiy obidani ko'rsataman. Bu Kattaqo'rg'on shahrida eski 70-80, 60 yillardan keyin bizlar 75-yillardan boshlab ko'rgan mana shu karvonsaroyda o'rni. Bu mana shu maydon bir vaqtlari bozor edi. Aholi shu yerda to'liq bozorlik qilar edi. Endi bugungi xotiralar mana shulardan iborat. Bugun shunaqangi tashlandiq, metallom bozoriga aylanib qolgan bu joy Kattaqo'rg'onda qoq eski shahar markazida turibdi-da. Qarang, men nima demoqchiman? Mayli temir bozor o'ziga, lekin Kattaqo'rg'onda bekligi, xonligi, amirligi zamoni ham bo'lgan bir zamonlar, 300-400 yil davom etgan shu Kattaqo'rg'onda beki Sofu Alloyor zamonida mana shu ko'rib turganingiz, mana shu karvonsaroylar, narsalar bu yerda qurilganda bo'lgan. Mana qarang. Qanaqangi ana shunaqa tashlandiq holatga kelib qolgan. Kattaqo'rg'onda ham juda qadimiy obidalar ko'p. Bugun mana shu Kattaqo'rg'on shahar hokimligi mana shu narsalarni hozir ham qayta tiklasa yoki bo'lmasa tadbirkorlarga bersa, tadbirkorlar o'zi biladi. Biz mana bu qismida qarang. Mana buni ichida juda katta choyxonalar bor edi. Mana darvozasini qarang, qanaqangi chiroyli. Bu hozir noyob. Mana shu darvozalar juda noyob. Men shuni ko'rib hozir ham shunaqangi bir ishqim ketdi. Shu darvozani hech kim ko'tarib ketmaganiga naqshlarni ko'ring, bu juda qadimiyda bu. Mana bundagi naqshlarni qarang. Endi buni bilmadim, qanday nima deydi tarixchilar, san'atshunoslar islomiy naqsh boshqa degan gaplarni eshitardim, lekin hozir ham bunaqa naqshlar endi to'g'ri qilinyapti-yu, lekin bu qadimiy naqshda, qadimiy kami 150 yil bo'lgan bo'lishi kerak degan fikrdaman, kamida. Endi bu qismiga qarang. Biz bolalik paytimizda mana shu yosh paytimizda mana bu qismida choyxonalar, narsalar bo'lganini, mana shu yerda bozorga kelganimizda mana shu yerda choyxonalarda o'tirardik, choy ichardik. Otalarimiz bilan, bobolarimiz bilan kelganimizda shu qismida choy ichardik. Mana shu yerda oshxonalar shunaqangi ajoyib edi. Bugun endi tashlandiq holatga kelib qolib, metallom bozorga aylantirib tashashibdi. Lekin Kattaqo'rg'on shahar hokimligi buni o'ylab ko'rsa bo'lardi. Buni madaniy meros agentligi o'zini himoyasiga olmas ekan, bu narsa shunday qolib ketadi. Madaniy meros agentligi buni, O'zbekiston madaniy meros agentligi buni o'zini himoyasiga olish kerak-da, bir tadbirkorga berish kerak. Shunda bu ko'rib turganingizdek qiyofada bo'lmaydi-da, juda ham ajoyib, yaxshi qiyofada bo'ladi. Endi men bu yerda mana bu narsani ko'rsataman sizlarga. Nimani ko'rsatmoqchiman? Mana peshtaxtasida Abduhakimboy madrasasi deb qo'yibdi. Ani endi qarang, bunga ko'rsatilganni ko'ring mana. 19-20-asrga tegishli deyapti. Demak, men to'g'ri aytibman. 19-20-asrga deyilgan. Mana ko'rdingizmi? Ana shunday. Davlat muhofazasiga olingan deb yozib qo'yibdi. Lekin davlat muhofazasiga olinsa, bugun shunday tashlandiq holatda bo'lish kerakmi bu? Shuni ko'rib qolib ko'zim tushib, shu narsani ko'rib qolib ko'zim tushib, davlat muhofazasiga olinganligini ko'rib, shuni bir tasvirga olish niyat qilib qoldim men. Qarang. Bu madaniy meros, O'zbekistonda o'zbek madaniy merosiga kiradi bu. Qarang. Qarang qanaqangi, shunaqangi qalinligi 1 metrdan oshiq devorning qalinligi. Mana 1 metrdan oshiq. Mana qarang. Ko'rdingizmi? O tepada. Voy boy. İçim açıp ketdi bu. Nihoyatda içim açıp ketdi.
ana u katta bosh darvozadan kirardik. Tarozixonalar, boshqalar, oshxonalarga kirish shunaqa qismlari bor edi. Hozir bu yerda lekin yo'q, hozir ko'rib turganingizdek mana shu holatda. Mana temir tershaklar. Mana qarang, qanaqangi bozor do'konlar edi bular. Yaqin kelajakda shu holatga kelib qoldi-da. Buni ko'rib ichim achidi meni. Ana shunday qilib ko'rsatamiz buni. E'tiborga oladi degan umiddaman. Bironta oshxonalar bormi bu yerda? Qayda? Ilgari biz bolalik paytimizda shu yerda yaxshi oshxonalar bo'lardi. Bu yer juda chiroyli bozor edi-da. Mana shuni hozir kelib ko'rib, juda xaroba holatga kelib qolganini ko'rib, ichim achib ketyapti. Mana ular ag'namagan edi. Endi men 75-80-yillar aytyapman-da. Ha. Bu madaniy meros agentligiga qaradi, endi kiradi-ku. Davlat qo'rig'ida deb yozib qo'yibdi, lekin hech kim qaragan yo'q-da. Qaraganda mana ularni ta'mirlab, joyiga qo'yib, chiroyli qilib bitta tadbirkorda bersa, keyin shunaqangi yaxshi saqlangan bo'lardi deyman buni. Tadbirkor foydalanadi-da. Kirishlar pulli bo'ladi. Bo'lmasa oshxona ochib qo'ysa ham, chorpoyalar qo'yib qo'ysa qanday chiroyli o'tiradi, to'g'rimi? Biz ko'rganmiz-da buni shuni yoshligimizda 75-yillarda ko'rganmiz. Juda ham fayz yo'q, juda ham ichim achib ketyapti. Men o'zim shu yerda, shu shaharda o'sganman, qarindosh urug' aymog'im shu yerda. Lekin har zamonda kelaman, hozir ko'rib bugun ichim achib ketdi. Qariyb 6-7 yil bo'lib kelmaganimga. Ha, mayli, insof berar kattalarga, Kattaqo'rg'on shahar hokimligidan mana shuni so'rab qolamiz. E'tiborga olar, mana bu ashqal-dashqal temir tersaklarni sal yig'ishtirib bir yaxshi tadbirkorga berishsa, keyin tadbirkor mana shuni bir chiroyli ta'mirlab foydalanadi shuni. Bunday oyog'i ostida xarob bo'lib qolmasdi. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'lasizlar.